O'zbekistonda bo'layotgan eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lmoqchi bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. Jizzaxda mast haydovchi er-xotinning o'limiga sababchi bo'ldi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni hamda videolarimiz ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Jizzax viloyatida G'alla Olor tumanida spirtli ichimlik ta'sirida avtomashina boshqarib er-xotinning o'limiga sababchi bo'lgan haydovchiga hukm o'qildi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, voqea 2024-yilning 31-oktyabr kuni sodir bo'lgan. 29 yoshli fuqaro boshqa bir kishiga tegishli zil yuk mashinasini Oqtom mahallasi hududidan o'tgan G'alla Orol Baxmal Usmat yo'nalishida boshqarib borayotib yo'l harakati qoidasiga amal qilmagan. Xususan, quvib o'tish qoidasini buzib, Damas yo'nalishiga chiqib ketgan va u bilan birga to'qnashgan. Holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 266-moddasi transport vositalarini harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish 3-qismi A bandi bilan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Sud hukmi bilan sudlanuvchi 9 yil muddatga ozodlikdan va 3 yil muddatga avtomashina boshqarish huquqidan mahrum qilindi. Shuningdek, haydovchining noqonuniy vakiliga qariyb 30 million so'm zararni undirish belgilandi. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz.